Kichik va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bilan birga xususiy sektor vakillarining taklif va tashabbuslarini yaqindan o'rganish va ularga amaliy ko'mak ko'rsatish maqsadida joylarda tadbirkorlar bilan ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan Mirzobod tumanida tashkil etildi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi rahbariyati tomonidan viloyatdagi tuman shaharlarda kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvlar davom etmoqda. Ana shunday uchrashuvlardan biri Mirzobod tumanida ham bo'lib o'tdi. Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi boshlig'i Mirzobod tumanida joylashgan tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritayotgan hududlarga tashrif buyurib, kichik va o'rta biznes vakillarini ish faoliyati bilan tanishdi. Uchrashuvda tadbirkorlik subyektlari vakillarini ishlab chiqarayotgan tovarlarni sifatiga javob berish, ularning sotuvlari, ish jarayonlaridagi soliqlarni hisoblash va shu kabi boshqa masalalarga to'xtalib o'tilib, tadbirkorlikni rivojlantirishga oid muhim masalalar ko'rib chiqildi. Bizda qurilish mahsulotlariga quruq qorishmalar va emulsiya gruntovkalar chiqadi. Bugungi kunda jami 18 ta yoshlarni ish bilan band qilganmiz. Hozirda qo'shimcha ish o'rinlari yaratish bilan shug'ullanyapmiz. Bu 18 nafar ishchilarimizni 12 nafari 30 yoshgacha bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlayapmiz. Bugungi kunda hozir soliq xodimlari bizga xizmat tekshiruvini olib borishdi va bizga talab va takliflarni o'rganib chiqishdi. Bizga bergan takliflari bizga juda ham ma'qul keldi. Shuningdek, soliq boshqarmasi boshlig'i Mirzobod tumanidagi kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashgan holda ochiq muloqot o'tkazib, nafaqat soliqlarga oid, balki tadbirkorlarning boshqa qiziqtirgan masala va takliflarini ham eshitib, ishbilarmonlar tomonidan ko'tarilgan masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvda tadbirkorlarning yechimini, tadbirkorlarning taklif va murojaatlarini eshitib ko'rib, tinglab ko'rib, asosan tadbirkorlardan murojaat tushgani qo'shilgan qiymat solig'ini manfiy miqdorini qaytarib olish bo'yicha tushdi. Keyingi savolda esa tadbirkorlar bank tomonidan berilgan kreditni muddatini uzaytirib berish bo'yicha taklif va murojaatlar tushdi. Uchrashuvda tadbirkorlarning muammolari o'rganildi. Ochiq muloqotda ishtirok etgan hududda faoliyat yuritayotgan 100 dan ortiq biznes egalari hamda vakillarining har bir murojaatiga tahlil qilinib, qonuniy yechim topish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Tadbir ishtirokchilari o'zlarining qiziqtirgan savollariga javoblar olishdi.